Oxiri o'lim bilan tugaydigan Nipah virusi dunyoni yana egallamoqda. Ko'plab qurbonlarni o'zi bilan olib ketgan koronavirus Xitoyning Uxan shahrida tarqalgan bo'lsa, Nipah virusi esa Hindistonning Kalkutta shahri yaqinida tarqaldi. Nipah zonasi xarakteriga ega bo'lgan yangi virus bo'lib, hayvonlardan ifloslangan oziq-ovqatdan yoki bevosita odamdan odamga yuqishi mumkin. Virusni yuqtirgan odamda kasallik turlicha kechadi. Ba'zida alomatlar sezilmaydi, ba'zida esa og'ir nafas yo'llari infeksiyasi yoki o'limga olib keluvchi ensefalit bosh miya to'qimalarining yallig'lanishi shaklida namoyon bo'ladi. Asosiy virus tashuvchilar bu meva bilan oziqlanuvchi ko'rshapalaklardir. Ular infeksiyani boshqa hayvonlarga, masalan, cho'chqalarga yoki to'g'ridan-to'g'ri odamlarga yuqtirishi mumkin. Virus ifloslangan oziq-ovqatlar orqali, shuningdek, odamlar o'rtasida bevosita aloqa orqali ham yuqadi. So'nggi vaqtlarda Nipah virusi mango mevasi orqali yuqayotgani haqida ham xabarlar tarqalib, ko'pgina muhokamalarga sabab bo'ldi. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, mangoni ko'pincha uchuvchi tulkilar, ya'ni yarasalar tishlaydi. Ular Nipah virusining asosiy tashuvchilari bo'lib, mevalarda so'lak qoldiradi. Ayrim holatlarda virus meva yuzasida 3 kungacha saqlanib qolishi mumkin. Dunyo bo'yicha yetishtiriladigan mangoning qariyb yarmi Hindistonga to'g'ri keladi. Shu sababli u yerda har yili mango iste'molidan keyin virus yuqtirish holatlari qayd etiladi. Shifokorlar aholini hushyor bo'lishga chaqirmoqda, chunki Nipah virusi og'ir kechadi, yuqori o'lim darajasiga ega va hozircha unga qarshi maxsus dori yoki vaksina mavjud emas. Mutaxassislar mevalarni iste'moldan oldin yaxshilab yuvishni, kesilgan mangolarni xarid qilmaslikni va po'stlog'ida shikastlangan joylari bor yo'qligini tekshirishni tavsiya etadi. Bundan tashqari, yuqtirish manbai sifatida kasallangan hayvonlarning so'lagi, peshobi, najasi yoki qoni ham xizmat qiladi. Virus markaziy asab tizimi va bosh miya to'qimalarida mavjud bo'lgan maxsus retseptorlardan foydalanadi. Shu sababli bemorlarda nevrologik belgilar paydo bo'ladi. Virusning kelib chiqishi va tarqalishi ilk bor 1999-yilda Malayziyada Nipah daryosi atrofida ro'y bergan kasallik avj olish jarayonida aniqlangan. O'shandan beri Janubiy Osiyoda virus bir necha marta qayd etilgan. Masalan, 2018-yilda Hindistonning Kerala shtatida Nipah virusi 17 kishining hayotiga zomin bo'lgan. 2021-yilda yana shu shtatda 12 yoshli bola virusdan vafot etgan. 11 kishida esa kasallik alomatlari aniqlangan. 2023-yil sentyabr oyida esa virus yana 2 kishining o'limiga sabab bo'lgan. Nipah bilan kasallanishda eng ko'p uchraydigan belgilar quyidagilar: yo'tal, nafas olish qiyinlashishi, yuqori harorat, bosh og'rig'i, ich ketishi va qusish, mushaklar og'rishi, umumiy holsizlik. Virus yuqtirilgandan keyin alomatlar bir necha kundan 2 haftagacha, ayrim hollarda esa 45 kungacha davom etishi mumkin. Nipah virusi asosan o'pka va bronxlarni zararlaydi, ammo virus boshqa organlarga ham tarqalishi mumkin. Kuchli infeksiya oqibatida kasallik tutqanoq o'tkir nafas yetishmovchiligi sindromi, komaga tushish va virusli ensefalit shaklida rivojlanishi mumkin. Kasallikdan sog'aygandan keyin ham bemorda falajlik, ruhiy o'zgarishlar va kognitiv qobiliyatning yomonlashishi kabi nevrologik asoratlar qolishi ehtimoli mavjud. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Nipah virusi o'limi darajasi 40 dan 75% yetadi. Bu ko'rsatkich mahalliy sog'liqni saqlash tizimi imkoniyatlariga va epidemiyaning nazorat darajasiga bog'liq. Hozirgi kunga qadar Nipah virusiga qarshi maxsus dori yoki vaksina ishlab chiqilmagan. Shu sababli virus inson sog'lig'i uchun katta xavf tug'diradi. Davolash asosan simptomatik terapiya orqali amalga oshiriladi. Ya'ni bemorning nafas olishi, suv tuz balansi va umumiy ahvoli qo'llab-quvvatlanadi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Nipah virusining yakuni qanday voqealar bilan tugaydi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni ko'proq insonlar ko'rishi uchun esa videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga, ayniqsa Hindistonga bormoqchi bo'lgan va mangoni yoqtiradigan tanishlaringizga borib ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sari xabarlar hali oldinda.